Men aytgan ishlar bugundan qolmasin. Hammasini bajar. Bajaramiz beka. Aka, ana imkonni xo'jayini kelibdi, ko'rsinmi? Kiraverarkansiz. Beka, bormisiz? Odammicha sog'intirib yubordingiz-ku. Aka, bu ishlarni ham yorib tashlayapsiz-ku. Hosil. Maqsading gapirur. Chaynalma. Beka, sizni akam deganman-a? Xongirenichi? Tog'am deganmisan? Yo ammangnerimi? Ammo gapni ham rosa qiyaverasiz beka. Oldingizga bir maslahat bilan keldim. Gapir. Chelakdagi Imkon savdo markaziga Damas avtomobilini qo'ydik. Xabaringiz bor. Shuni tanish-bilish qilib, sekin o'zimiznikilarga chiqarib olsakmikin-a? Men qimorni tashlaganimga 30 yil bo'ldi. G'irromni yoqtirmayman. G'irrommas aka. Hammasini halol o'tkazgandek ko'rsatamiz odamlarga. O bola. Aqling yetmagan ishlarga aralashma. Bugundan boshlab markazga qadamingni bosma. Boraver. Bu ishingiz o'g'il bolan ishi bo'ldi-da beka. Aka, ana Hosilboyevachcha tovarlarga 50% skidka berib ketibdi.